Assalomu alaykum va rahmatullohi taala barakatuh. Hurmatli aziz va qadrli Saodat media ko'ruvchilari, umid qilaman sog' salomat va baxtiyor yashab yurgan bo'lsangiz. Azizlar, mana bu oqsham hoji sohiblar Baytullohdan keldilar. Mana alhamdulillah, sizlar ko'rasizlar, mashinalar o'tyapti va xalqlar ham istiqboliga kelgan hoji sohiblarni alhamdulillah juda ham bir yaxshi fazoda, alhamdulillah samimiy fazoda. Shu yerdan istadik bir qisqa lavha tayyorlasak mana shu yerlardan sizlarga bu oqsham mana bizni do'stlarimizdan ham hoji qori sohib Muhammad Sharif Bashar do'st, hoji doktor Nurullo Umariy kelgan, boshqa do'stlar ham kelganlar Baytullohdan. Albatta biz istiqboliga keldik, ko'p xalqlar istiqboliga kelgan hoji sohiblarni bilasizlar. Haj marosimi 5-sutuni bo'ladi diniy islomni. Bu uchun mana biz xalqlarning oldiga boramiz, ulardan musohiba olamiz inshaalloh. Agar imkoni bo'lsa hoji sohiblardan bir musohiba olamiz inshaalloh, sizlar bilan sharik qilamiz. Azizlar, mana mashinalarni ko'ryapsizlar, hoji sohiblar istiqbolga kelgan xalqlar. Oldinroq bir katta mashina o'tib ketdi, hoji sohiblar bor edi. Mana bu yerga ham Sho'rtepa ulusvoligidan hoji sohiblar kelib, hoji sohiblarning istiqboliga kelganlar. Yaqinlari, qarindoshlari, o'rtoqlari, oilalari kelgan. Juda ham bir alhamdulillah chiroyli va go'zal fazoda, alhamdulillah. Alloh taolo har birimizga haj marosimini nasib qilsin, Ka'batullohni nasib qilsin, payg'ambarimizni ziyoratlarini nasib qilsin. Parvardigor olam ko'p xalqlar lablari tabassum, xursandlik bilan, xushhallik bilan inshaalloh mana kelganlar, hoji sohiblarning oldiga chiqadilar, alhamdulillah. Yanada salomlar bo'lsin hurmatli aziz ko'ruvchilar. Mana hozir hoji sohiblarning istiqboliga kelgan Sho'rtepa ulusvoligidan hoji sohib Muhammad Axtar Maxtum janoblarining oldiga keldik. Hoji sohib buzrukvor, yaxshimisiz, sog'misiz? Assalomu alaykum. Bo'lam o'zingizni Saodat media kanaliga tanishtirsangiz, biz tanishtirdik, do'stlarimiz ko'proq tanishsalar. Mana bizlar ham ulusvoli Sho'rtepadan kelgan, mana hoji sohiblardan kelgan edi. Xabar bo'ldik. Mana shundan oldin federalga kelib to'xtagan bizlar necha nafar. Aha. Inshaalloh. Necha bacha harakat qilgan edingiz Sho'rtepa ulusvoligidan? Sho'rtepadan ulusvolidan 8 bachadan harakat qildik. Maşallah, ko'p yaxshi. Necha nafarga yetadi soni kelgan kishilarni? Soni kelgan kishilar shukr qildi Xudo, Sho'rtepadan Cho'pbash qaryasidan ko'p hojilar, ko'p nafarlar kelgan. Maşallah. Qaysi hoji sohiblar kelgan? Hoji sohib ular ham kelgan, ular ham xayriyatlardan bir xalat qilgan. Mana bizlar inshaalloh mana bular bir kun gijrak gitdi, boshqa gijrak kelib to'xtagan. Hoji qori sohib Muhammad Sharif Bashar do'st va hoji Nurullo, ko'p yaxshi. Bo'ladi, mana hoji sohiblarning istiqboliga kelgan bo'lsangiz biroz gaplashing. Istiqboliga keldik va inshaalloh xo'sh Xudo bo'lsa mana qori sohib Sharif og'a, doktor sohib Nurulloxon kelibdi, bularni inshaalloh istiqboliga keldik. Bizlar mana shu yerdan bozordan bir 10 baja, 10:30 baja shu yerga keldik. Inshaalloh mana shu yerga kelib tayyoradan tushib endi baklarni olib kelayotgan inshaalloh xo'sh Xudo bo'lsa baxir. Didorlarni ko'rib inshaalloh so'ng musharraf bo'lib inshaalloh bo'ladi. Ko'p yaxshi, sog' bo'ling. Mana qori Assalom, ko'p yaxshi. Naqiblar ham kelgan, Sifatullohxon ham kelgan, Said Uzayr ham kelgan, Said Sanoullo ham kelgan, Said Bobur ham kelgan, hammalar mana qori sohib istiqbollari kelgan. Yaxshi gap, inshaalloh muborak bo'lsin qori sohib. Siz agar biror so'zingiz bo'lsa. Men ham keldim, qaynatamlardan keldim. Qari sohib Muhammad Sharif ondan geldim, oğlanları men qaynama ağam oluyorum. Doktor sohib Nurullojon ondan geldik. Maşallah, ko'p yaxshi. Xayr ko'ring. 30 nafar geldik shu qavmimizdan. Ko'p yaxshi, muborak bo'lsin. Haj marosimi sizga ham nasib qilsin. Hoji sohib, siz ham o'zingizni biror agar so'zingiz bo'lsa, kalomingiz bo'lsa, mana ko'rishir do'stlarga, Saodat media ko'ruvchilarga. Her bir dostlara, her bireklerine maksat salam aydım. Salam aytıyor her bireklerine inşallah. Ana sabat uzaktan yakından mana kavim kardeşlerim gelen hastayetlerin ağzından kançaha mana ülfet dosyalar Allah'ın özü radanı kabul eden eken ziyarete gittiler, ses geliyorlar. İnşallah her bir bendelere de yetirsin inşallah. Ko'p yaxshi. Sog' bo'ling hoji sohib, buzrukvor, salomat bo'ling. Xo'p, aziz do'stlar, mana ko'rasiz, ko'p jam-jo'sh, alhamdulillah do'stlarlar, xalqlar kelganlar bu yerga, hoji sohiblarning istiqboliga hoji sohiblar ham kelganlar. Ko'p xursandlik bilan Alloh taborak va taolo barchamizni ziyorati Ka'batullohga yetishtirsin inshaalloh, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ziyoratlariga yetishtirsin. Hoji sohib, ham ko'pdan ko'p xush kelibsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana qori sohib Muhammad Sharif Bashar do'stining akalari bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, mana kelamiz bu tomonlarga. Xo'p, hurmatli aziz muxlislar, mana ustoz Alloh berdi Roshidi janoblari ham kelganlar.
Ustod ko'pdan ko'p xush kelibsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bo'lam birinchidan o'zingizni Saodat Media kanalining ko'ruvchi muxlislariga tanishtirsangiz. Mening atim Alloh berdi. Shu Sho'rdepur solihidan bo'laman. Mana shu kecha Alloh tabaraka va taolaning fursati bermakligi bilan mening doim Qari Said Muhammad Sharif hajdan geliyor. Ana o'shaning uchun bizlar oldiga bir tashrifati shaklida chiqib o'tiribmiz. Ko'p yaxshi. Ustoz, qanaqa his qilasiz o'zingizni do'stlar bilan, o'rtoqlar bilan shunaqa bir muqaddas joydan hoj sohiblar kelsin, doyingiz yo tog'angiz bo'ladilar, tog'a-bachangiz bo'ladilar, doktor Sohib Nurullo Umariy va doyingizga Qori Sohib Muhammad Sharif Bashardo'st istiqbolga kelgansiz. O'zingizni hozir qanaqa his qilasiz? Ko'p xush his qilaman. Ko'p xursandsiz-ki, alhamdulillah mana bugun kelibsiz. Ko'p yaxshi, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Adoqda biron so'zingiz bo'lsa do'stlarga. O'shalarga ham aytamanki, inshaalloh bular ham Xona Ka'baga bayat ziyorat qilsinlar. Alloh taolodan istab qolaman, shular ham shu ko'ruvchi do'stlarga ham Alloh taolo fursat qilib hajga ketmakni muyassar qilsin. Ko'p yaxshi, sog' bo'ling ustoz, salomat bo'ling. Yanadam ko'pdan ko'p xush kelibsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p, aziz do'stlar, mana biz intizorlik chekamiz hoji sohiblarning kelishiga. Inshaalloh birozdan keyin hoji sohiblar ham keladi. Ular bilan ham agar imkon bo'lsa so'z olamiz. Mana aziz do'stlar, ko'rasiz, alhamdulillah, ko'p bir samimiy fazoda hoji sohiblarning istiqboliga do'stlar kelganlar, ko'p xursandlar, ko'p kulib, xursand bo'lib, quvonib istiqbolga kelganlar. Alhamdulillah, ushbu kecha juda ham bir chiroyli va go'zal bo'lib o'tmoqda bizda. Mana alhamdulillah do'stlar bilan biroz so'z yuritdik. Bularni istiqboliga keldik biz ham hoj sohiblarni istiqboliga. Yana intizor chekamizki, hoj sohiblar kelsalar, ular bilan ham bir suhbatdosh bo'lsak inshaalloh. Azizlar, Tengri taolo barchamizga muqaddas, muborak Ka'batullohni nasib qilsin inshaalloh barchamizga borishni Parvardigori olam. Mana aziz qadrli ko'ruvchilar, mana bular bizni otamiz bo'ladilar, buzrukvor kishi, alhamdulillah bizni tarbiyalaganlar, bizni maktab va madrasaga qo'yganlar. Alloh taborak va taolo umrlariga, rizqlariga, sog'liklariga baraka bersin. Alhamdulillah, mana qo'llariga gul hoji sohib Muhammad Sharif Bashardo'stning istiqboliga kelganlar. Hoji sohib Muhammad Sharif Bashardo'st va doktor sohib hoji Nurullo Umariyning istiqboliga kelganlar. Alhamdulillah. Aziz ko'ruvchilar, mana alhamdulillah xalqlarni ko'rasiz. Hoji Qori Sohib Muhammad Sharif Bashardo'st va hoji doktor Nurullo Umariy janoblarining istiqboliga kelganlar. O'zlarini aytishiga ko'ra 30 nafarga sonlar yetadi. Sho'rtepa ulusvoligidan kelib intizor chekadilar. Sohiblarni ko'rsalar va ularni gardanlariga, bo'ynlariga gul taqsalar, gul bilan istiqbol qilsalar, alhamdulillah. Mana alhamdulillah juda ham chiroyli va go'zal fazo. Alloh taolo barchamizga haj marosimini nasib qilsin. Qaytadan aytamizki, Parvardigori olam nasib qilsin, malaikalar amin desin. Mana amniyati birodarlarimizni ko'ramiz. Imorat Islomidan kelganlar, yaxshi amniyatni barqaror qilganlar, alhamdulillah. Alloh taolo bularni ham umrlarini uzoq qilsin, tanlarini sog' qilsin. Biz uchun xizmat qiladilar kechalar, kunduzlar. Alhamdulillah. Yanadam salomlar bo'lsin hurmatli azizlar. Mana ko'rasiz, yigitlarni alhamdulillah gullar toqilgan kelibdilar. Hoj sohiblarning istiqboliga Sho'rtepa ulusvoligini yigitlarni ko'rasiz. Har birlarini alhamdulillah peshonalari ochiq, lablari kulgu, alhamdulillah malari kelganlar. Mana hoj sohiblarning istiqboliga to'xtabdilar kelib. Ko'pdan ko'p xush kelibsizlar yigitlar. Mana rasmga tushyaptilar. Alhamdulillah, qarang bu fazoni, juda ham bir go'zal, chiroyli fazo. Biz kutamiz hoj sohiblarning kelishini. Hozirgacha kelgani yo'q. Birozdan inshaalloh
kelib qoladi deyaptilar. Inshaalloh kelishlarini kutamiz. Hurmatli aziz ko'ruvchilar, yanadam sizlarga salomlar bo'lsin. Mana hozir G'aybullojonning oldiga kelganmiz. Qori sohib Muhammad Sharif Bashar do'stning eng kichik o'g'illari, kenja o'g'illari. Xo'p, mana hoji sohiblarim kelibdi. G'aybullojon qanday his qilasiz o'zingizni hozir? O'zimni juda ham yaxshi his qilaman qarshi. Xo'p, aziz do'stlar, mana hoji qori sohiblar keldilar. Alhamdulillah, intizor bilan chekkandik, intizorlarimiz ham adoqiga yetdi. Mana qori sohib Hoji Muhammad Sharif Bashar do'st va uning o'g'illari. Maqdum sohib, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Baxir bo'lami? Saodat media kanali ko'ruvchilariga o'zingizni tanishtirsangiz. Teşekkürler. Shorti bo'lib oldidan kelibsiz? Ha, shorti bo'lib. O'zingizni qanaqa his qilasiz hozir? Mana hoji qori sohiblar kelibdilar haj marosimiga. Fursatlik va atog'lik samila borib keldilar. Mana alhamdulillah ko'p yaxshi. Xudovan hammamizga nasib qilsin. Xo'p, bo'lam oldinroq kelsangiz. Assalomu alaykum, hoji qarshi bozor. Xush kelibsiz. Baxir keldingizmi? Mana siz bizni ko'rib turar ekan do'stlarga. Kalomiz baxir keldingiz hoji qarshi. Haj marosimi baxir. Oho. Mana hurmatli aziz do'stlar, hoji qarshi keltirdilar alhamdulillah. Alhamdulillah, mana azizlar ko'rasiz. Xalqlarni alhamdulillah ko'p mana gul taqyaptilar hoji qori sohibni gardanlariga istiqbol qilib. Hoji sohib Nurullo Umarini qidiramiz, ular qayerdalar? Mana alhamdulillah juda ham go'zal, juda ham samimiy fazoda hoji sohiblarni kutib oldik alhamdulillah. Hurmatli azizlar, mana hoji sohib Nurullo Umari ham keltirdilar alhamdulillah. Assalomu alaykum. Hamsoya. Assalomu alaykum. Ko'p xush kelibsiz. Salom baxir keldingizmi inshaalloh? Azizlar muborak bo'lsin hajlari alhamdulillah. Hoji doktor so'b, men bir kalima agar shu ko'ruvchi do'stlarga baxir keldingizmi inshaalloh, o'zingizni qanaqa his qildingiz Ka'batullohga borgan paytingiz? Behi yaxshi qartay. U yigitlarki haj marosimiga ketishni ya'ni orzu qiladilar. Nima aytilayotgan so'zingiz bor? İnşallah Xudo yo'l bersin hammalarga inshaalloh. Ko'p yaxshi, ko'p xursand. Xo'p aziz do'stlar, men alhamdulillah ustoz ham hamma do'stlarlar jam bo'lgan Xudoyberdi og'asim ko'pdan ko'p xush kelibsiz. Juda ham samimiy fazoda alhamdulillah. Mana shunaqa xursandliklarni har birimizga Parvardigor nasib qilsin. Ustoz Qasim, meni eng qadrdon, bilimdon va mehribon o'rtog'im ustoz Roshida menga ko'p xizmat qilganlar alhamdulillah. Ulusolga borgan paytim ustoz ko'pdan ko'p xush kelibsiz. Bizni buyuklarimizdan, bizni iftixorotlarimizdan birisiz alhamdulillah. Alloh taolo umringizga, rizqingizga, sog'lig'ingizga, nutqingizga baraka bersin. Teşekkür. Qarshi. Sizga Xudo o'z me'yorasi. Inshaalloh Parvardigor barchamizga nasib qilsin. Xo'p, gaplashamiz. Ko'p xush kelibsiz. Bo'yni nimalar? Bor, mana olib keldik hoji qarsa. O'rab kelingiz mana. Mana otamiz yonida o'rab berar inshaalloh. Sen o'rab men kelmayman edimi? Xo'sh, bilkul. Shayton kunlar o'tmadimi? Bir daqiqa mana hoji qarsa ko'rasiz. Ayzam kelganlar alhamdulillah. Para depresyonda. Ha? Ana bo'ldi. Ayağına hadirat olun. Orada çıkmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Xudo muborak etsin hoji qarsa inshaalloh. Ko'pdan ko'p xush kelibsiz hoji qarsa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Xo'p aziz do'stlar, mana hoj qarsoyiblar ham ketibdilar alhamdulillah. Mana hurmatli azizlar, mana hoj qarsoyiblar ham keldilar, ketyaptilar endi. Sho'rtay polis soligida ketadilar inshaalloh taolo. Alloh taolo ajrlarini qabul qilsin. Mana hoj qarsoyib Muhammad Sharif Bashar do'sting mo'tar. Oysha buzurgor, inshaalloh ko'rishamiz baxayr. Yenadan ko'pdan ko'p xush kelibsiz. Alloh taolo ibodatlaringizni qabul qilsin, hajlaringizni. Sog' omon boring. İnşallah okuyar işte. İnşallah bakayım var. Böyle inşallah bo'ladi. Böyle inşallah. Bakayım. Ana harakat qilib ketdilar hoj sohiblar. Alloh taolo hajlarini qabul qilsin. Alhamdulillah juda ham bir yaxshi fazoda alhamdulillah keldilar. Xo'p aziz va qadrli ko'ruvchilar, mana alhamdulillah hoj sohiblarni kelishini ham kutdik, ular bilan ham suhbatdosh bo'ldik va boshqa kelgan kishilar bilan ham suhbatdosh bo'ldik. To'yinadam shunaqa chiroyli va go'zal haj marosimiga agar Alloh taolo umr qo'ysa, hayot bo'lsak inshaalloh sizlarga shunaqa chiroyli va go'zal dasturlarni tayyorlaymiz. Barchangizni yaratgan Tengri taologa topshiramiz. Xayr, omon qoling azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo barakatuh.